Qaraylar, odam keldi. Kompotni o'tkazamiz. Kompot ko'p-a bizda? Ha, kuyov zo'r joy ochibdi. O'zi qayda ekan? Uy. Obbo, mana odam shaqayam topib ketdi. Shu bekim olayda. Yo, yaxshimisiz? It keldimi deb o'ylabman. Qanchaynoq itlar bormi? Qulluq bo'lsinga keldim. Joy ochibsiz. Ha, kerak emas, siz qulluq bo'lsangiz. Bilaman, osh kelgansiz. Yuring bo'pti. Zo'r joy ochibsiz. Yo, zo'r joy. Sizga shuncha namoyish qildim, och bermadi, o'zim topib tutib ochdim. O'shancha baqa kelib olib o'zinchilik qilmay o'tdimi? Qaravering. Qaravermaydi. Sizga do'ljim emas qaragani. Mehmon emas, o'zingiz turib sekin narsalarni olib kelavering. Bezbet. Osh olmasin, o'zim bor edi. Nech pul soldirmadingiz? Go'shini qarang, ko'pligini qaynatasi meni ko'p soldirmadi shekilli. Pursasi hisoblanganmi? Men sizga boshqa nima beraman hozir? Kipitok beraman. Bas. O'rtoqlar, mana shu odamni yaxshilab tanib olinglar. Men qaynatasiman deb osh so'rab kelsa bermanglar, bo'ptimi? Ammo kompot topib kelsa beringlar. Bitta kompotga bitta porsiya osh. Undan ortig'i kerak emas bu odamga. Talon-toroj qilib tashlaydi bo'lmasa. Yomon sharmanda qildingiz. Ey, ishchilaringiz oldi yomon sharmanda qildingiz. Hozir mana mana shu klientlaringiz oldi qaynatasiga qaramayapti deb sharmanda qilasiz. Odamlar. Uraman. Qo'y yubortini to'nni yechib qo'y. Bang.